inson bolasi dunyoga kelar ekan, albatta bir kun uni o'limi, xotimasi, nihoyasi kelishi aniq. Odamlarning hayotlari zohirida bir-biriga o'xshashligi mumkin, modomiki dunyoda yashar ekan. Ammo ularning hayoti yaxshi yomon bo'lganligi xotimasiga, xulosasiga qarab belgilanadi. Bir xil tug'iladi, bir xil yig'laydi, bir xil holat. Ammo dunyodan chiqib ketayotgan paytda insonlar biri ikkinchisidan farqlanadi. Kimning xotimasini Alloh taolo go'zal qiladi, ammo kimdir o'zini fe'llari bilan, o'zini xatti-harakatlari bilan, o'zini ixtiyori bilan xotimasini yomon qilib oladi. Innamal a'malu bil xawatim. Amallar xotimasiga qarab belgilanadi. Odamlar bor, namoz o'qiyotganda ketadi. Odamlar bor, sajdada turib omonatni topshiradi. Yana boshqalar bor, aroq ustida, qimor ustida, fahsh munkar ustida jonni taslim qilishadi. Odamlar bor, Robbisiga talbiya aytayotib, ehromda turib, Alloh taoloning Ka'basini, Alloh taoloning baytini aylanayotib, tavof qilayotib ketadiganlar bor. Yana odamlar bor, tungi ma'siyat o'tirishlarida, vechelinkalarda vafot etishadi. Yana odamlar bor, umrini haqni odamlarga yetkazishlik yo'lida sarflaydi va mana shuni ustida jon taslim qiladi. Yana odamlar bor, moli dunyo topishlik xirsida giyohvand moddalarda, narkotik moddalarda sotib, odamlarni fasodga uchratib, shu narsani iste'mol qilishni ustida o'lganlar bor. Bu ikkisi hech qachon teng bo'lmaydi.